Nimbot printerimizdan yana yangilik. C1 modeli. Ochib ko'ramiz, raspakov qilamiz. Hoppa. Mana qashyankalarga pechat bosadi. Printerda o'zi. Buni pechat qilganimiz ham bor. Variantlari. Mana kabelga bunday qilib mana pechat qiladi. Buni elektrik akalarimiz juda yaxshi tushunishadi. Uylarga montajlatilayotganda oshxona, hammom, spalni qilib belgi qo'yib ketsa bo'ladigan. Mana bunaqa kabellarga pechat qiladi. Elektriklar uchun juda qiziqarli narsa. Kompyuterda ham ishlaydi, telefonga ham bog'lanadi, oddiy. Bunaqa murakkab narsa emas. Mana obrazlar. Razmerlari bilan ko'rsatgan hammasini. 7 mmlik, har xil berdi, juda ko'p. 6 mmlik. Hozir buni pechat qilib ko'ramiz. Bot programmani ochamiz. Подключение qilamiz. Ulandi. Tayyor yozilgan shablon o'zimiz yozganmiz. Buni endi kabel mana oddiy. Qanaqa uzunlikda bo'ladi, uni farqi yo'q. Mana shu yerga ulab qo'yib qo'yiladi. Yopamiz. Buni pechat qilib ko'ramiz. Xo'p. Количество kopiya deyapti. Pechat ko'ramiz. Pechat bo'ldi. Endi u tayyor qilib kesib chiqarib berar ekan mana. Mana Max beton. Elektriklarga qiziq bo'lsa, nomor qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar.